Короче, Sitora Farmonova nimaga bizni xalqda lahatron qildingiz? Dubayga shayxga ergatyapman deb, Dubayga shayxga ergatyapman deb nega hammani aldadingiz? Sitora Farmonova. Nega bunaqa lahatronlar ildingiz xalqimiz? Bechara xursand bo'l, voy shayxga erga tegibdi deb siz duo qilib yotibdi. 6 ta farzandi tashlab ketgan Xonsaroyda direktoriga erga tegibsiz, opa. Birovni oilasini buzib baxtli bo'lib ketaman deb o'ylaysizmi? 40 ga kirgansiz a? Opajonim. Biz bildik, xalq bilsin. Sitora Farmonova Xurshid akamidi ismi? Xonsaroyda direktoriga erga tegibdi. Hech qanaqa shayxga emas. O'shancha to'yda yo'q edi u kishi. Xotinining intervyusini ko'rdimda, shunaqa takay delovaya korolevskiy ayol, o'rangan hijobdagi ayol ekan. Shunday go'zal ayolni, shunday umniy ayolni tashlab ketgan erkak siz bilan qolib ketadi deb o'ylaysizmi? Voy. Oy, opa, juda ham kalta o'ylar ekansiz 40 ga kirgan bo'lsangiz ham. Farmonova Sitora. Essiz. Birovni oilasini buzgan odam biror joyda baxtli bo'lib ketganini ko'rganmisiz hech? Мне вас жалко. Uchinchi xotinni ham bilaman kimligini. O'ranganlar deganimda bilib olinglar kimligini ham. Nimaga bizni ayollar shunaqa kalta o'ylaydi? Nimaga shunaqa kalta o'ylarkin? Oilasidan qochib 3-chi, 4-chi, 5-chi xotin qilib qo'ysa, hijobga kirsam men bilan qolib ketadi deb o'ylaysizlarmi yo ushlab qola olaman deb o'ylaysizlarmi? Shunday korolevskiy xotini bor erkak, shunday xotinini qaranglar, takoy vlasniy, takoy korolevskaya, shunday qilsa ham yo'q, ontor-tuntor qilib yuboradigan xotinni tashlab ketgan erkak qaydagi yo'q, chumoshnisalarni bunday hijobga kirib olsa qolib ketadi deb o'ylayman. Shu artistlarimizga hayron qolaman. Qanday qilib 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi xotin bo'lib tegasizlar? O'zinglarni guldek hayotinglarni mazza qilib yashamaysizlarmi? Qar chollarga tegmasdan,